Oling, Santiyani chaqiruvchi. Ko'ryapsanmi, shuni o'xshatish kerak-da. Ha, oddiy narsa ekan-da. Ha, ish ko'p qari u buni tuzatish kerak, u ish ko'p qari. Albatta nima qilyapsiz? Osh. O'zi yevalayapsiz o'zi. Ha, endi pishiraman oshni. Turan gaplashib. Yo'q, qilaylar birinchi. Shu narsani ish qilib o'zimni. Noz ko'raychi. Nimadir qilib katta oldi kelyapti. Meni kushamikan rasmini qarachi. Boshqa narsa yo'q. Hozir 7 kilo ishlamaydi. Oshni damlab turib hozir bo'lamiz. Salam. Og'zingga hech qondim ishib ketdi. Qochmasan birovni cho'milib olay. Menimcha bu paketlar yetmaydi. Aka bozor so'mka bormi? Bor. 2-3 ta bering, qo'pam bo'laveradi. Help me. La, o'zimizga hozir help kerak bo'ladi. Bu bilan ish bitmaydi. Bor, direz olib kelganda ish bor. Hozir. Aytishadi-ku, agar inson biron nimani chin qalbdan niyat Aka? Aka. Bo'ldi aka, ishni tugatdi aka. Xullas, basga qurib berdi o'zimiz hisobdan. Suv to'lib ketadigan bo'lsa, qopqonchini ko'tarasiz, birinchi etagi tushib ketadi. Keyin yana shuni yopib qo'ysiz, sekin to'laveradi. Bo'pti. Anaqa xizmat haqi shart emas.